operatsiyadan oldin bularning veslari 100 kg bo'lgan va hozirda 70 kg. Bu natijaga biz operatsiya, ya'ni oshqozon kichraytirish amaliyoti orqali erishdik. Operatsiyadan oldingi va keyingi taassurotlaringizni kuzatuvchilar bilan ulashsangiz. Bu holga kelishimga Javohir aka sababchi bo'ldilar. Ya'ni operatsiyadan juda ham yaxshi chiqdim, pozitivni chiqdim. Menda hammasi yaxshi. Vrachda aytganini vaqtida qilib borilsa, hammasi zo'r chiqadi, natijalarga erishiladi. Hozirgi kunda 70 kiloga tushdim. Juda ham yengilman, qushday yengilman ya'ni. Oldingi kiygan kiyimlarim hozir ko'rsam, uni ichida men ikkita sevara sig'adi uni ichiga. Oynaga qaragan sayi, o'zimga qaragan sayi juda ham qaragim keladi. Oldin, ya'ni bundan 3 oy oldin na rasmga tushgim kelardi, na ustimga biron bir kiyim kiygim kelardi. Faqat keng ko'ylaklarimda yuraverdim. Hozir esa hayotga qiziqishim yana ham ortib bordi. Men qaytadan tug'ildim desam bo'ladi. Sizni shunaqa taassurotlar bilan o'rtoqlashishingizga biz yordam beramiz. Agarda sizda haqiqatdan ortiqcha ves yoki bo'lmasam qandli diabet bilan og'rinsangiz, bemalol bizga ishoning, murojaat qiling. Sizdan ishonch va bizdan sifatli xizmat.